Yana bir kun, yana bir muvaffaqiyatsiz loyihani taqdim etish uchrashuvi. Animator Ogir xo'rsinib, uy eshigini ochadi va sumkasini deyarli polga uloqtirib yuboradi. U ust-boshini yechib, paltoning qayerga tushgan bo'lsa, shu yerda qoldiradi. Oyoq kiyimini yechadi va to'xtamay to'g'ri yotoqxonaga kiradi. Bugun juda charchatadigan kun bo'lgani uchun, u butun g'azabini yostigiga tashlaydi va yuzini yostigiga bosib, ichidagi umidsizlikni baland ovozda chiqarib yuboradi. Kun umidli boshlangan edi. U nihoyat kirishga muvaffaq bo'lgan uchrashuv bilan. Ammo produser 5 daqiqa o'tgach telefonini kovlay boshlaganida, bu loyihaning puchga chiqishini darrov his qilgan edi. U puxta tayyorlangan edi. Konseptual rasm chizmalar, epizodlar uchun takliflar bilan to'ldirilgan jild, ko'zga ko'rinadigan taqdimot, lekin bariga foydasiz. Produser unga deyarli qarab ham qo'ymadi va shunchaki, hozir original loyihalarni hech kim xarid qilmayapti. Hamma qayta ishlangan yoki allaqachon mashhur bo'lgan narsalarni xohlayapti, dedi. U uyga quruq qol bilan, faqat ezilgan gururi va zoy ketgan vaqti bilan qaytdi. Bu oy ichida yagona umidsizlik bo'lganida, balki bunchalik tushkunlikka tushmagan bo'lardi. Ammo bu oxirgi emas, uzoq umidsizliklar zanjirining navbatdagisi edi. Avvalgi muvaffaqiyatlariga, mashhur shoularda ishlaganiga qaramay, hech kim uning yaratganlarini olmoqchi emas. Endi nima qilish kerak? Hammasini yirtib tashlab, qaytadan boshlasinmi? Pizza buyurtma qilib, hafta oxirini to'shakda o'tkazsinmi? Yoki havoda yurib, fikrini tozalasinmi? Yo'q, hech biri to'g'ri tuyulmayapti. Bunday kayfiyatda yagona narsa chizmachilik stoli oldiga o'tish va yana rasm chizishni boshlash. Faqat shunday yo'l bilan u fikrlarni yigib, hammasini sahifaga chiqarib tashlab, ertaga yangicha boshlay oladi. Hech nima bo'lmasa ham, san'ati doimo yonida, hatto hozircha hech kim uni tan olmayotgan bo'lsa ham. U o'zini karavotdan tortib chiqaradi, kechki ovqat uchun pizzaga buyurtma beradi va kresloga cho'kadi. Qalamini bir ochadi, bir yopadi, ammo hech narsa yodiga kelmaydi. Ogir xo'rsinib doira chizadi. Hech bo'lmasa nimadir. Balki bu bosh bo'lishi mumkin. Quyiga chiziq chizadi, tana bo'lishi mumkin. 2 qalam chizigi bilan qo'l, 2 uzun chiziq bilan oyoqlar, mana yuzsiz bir tayoq odam. Ko'zlarni chizadi, lekin ogiz yo'q. Hozirgi holatida o'zini ovozsiz his qiladi, sohani baqirib uyg'otayotgan bo'lsa-da, hech kim eshitmayapti. Ehtimol, bu tayoq odam ham xuddi shunday. Agar u animatorning o'ziga o'xshasa, demak u ham shubha bilan to'lib toshgan. Nega endi bu shubhalarni ham chizib qo'ymaydi? Qorong'ilikda qora qalam bilan fonni chizadi. Qushlar to'dasi, falokat belgilarini keltirayotgan qora quzgunlar, tayoq odamning oyoqlari orasida oralayotgan qora mushuklar. Ba'zilar shunchaki qora shakllar, qizil ko'zlari bilan g'azab bilan boqmoqda. Ba'zilari sharpalarga o'xshaydi. Eng orqada esa ulkan sudralib yuruvchi yirtqich hayvonni chizadi. Og'zi ochiq, tishlari yaltiraydi. U orqaga suyanib ishiga qaraydi. Tayoq odamga ifoda bermaganidan pushaymon bo'ladi. So'ng unga gapiradigan pufakcha chizadi. Meni bu yerdan olib chiq. Shu payt eshik qo'ng'irogi jiringlaydi. Ha, pizza keldi. Endi san'at emas, balki och qorniga e'tibor qarata boshlaydi. Tayoq odam va uning dahshatli do'stlari sahifada qoladi. Keyinroq ularga qaytishi mumkin. Ayni damda esa yengillik his qiladi. Boshidagi qora bulutlar sahifaga o'tgan. Kelasi safar u nimadir zo'r narsa yaratadi. Buni biladi. Ammo hozir pizza va teleshou. Pizzaning yarmidan kopini yeb bo'lib, qandaydir yangi omon qolish shousining bir nechta qismini ko'rgach, animator pijamasini kiyadi, tishlarini yuvadi va yotoqqa qulay tushadi. Ertalab hammasi yaxshi bo'ladi. Har doim shunday. Yoki hech bo'lmasa ko'pincha shunday. Bir muddat o'tgach, u chuqur, tushsiz uyquga cho'kadi. Lekin bu dilning ovoziga emas, kimdir unga tikilayotgandek bo'lgan galati tuyg'u bilan uyg'onadi. Ko'zlarini zo'rga ochadi, yuragi tez urmoqda. Xonada hech kim yo'q. Lekin bu tayoq odamning rasmi emasmi? U devorga suyangan. U uni chizmachilik stolida qoldirgandi-ku. Qolaversa, qora sharpalar ham yo'q. Nut pufagi ham yo'q. Hatto qog'ozning o'zi ham yo'q. Tayoq odam go'yo sahifadan chiqib, devorga yopishtirilgandek. Bu uyqu falaji emasmi deb barmoqlarini qimirlatadi. Yo'q, u to'liq harakatlana oladi. Uxlamayapti. Tayoq odam bir qadam tashlaydi. So'ng yana bir qadam.
Animator ko'zlarini katta ochib qarab turganida, tayoq odam stol ustidan yurib, chekkaga kelib to'xtaydi. U chiroqni yoqadi. Tayoq odam u yoqdan unga tikilib turibdi. So'ng pufakcha paydo bo'ladi. Salom. Men qayerdaman? Animator hushini yigib. Bu mening xonam. Nega? Rostini aytsam, o'zim ham bilmayman. Yana bir pufakcha. Men qayerdan keldim? Bu rostdan ham ro'y beryaptimi? Men seni u qog'ozda chizgandim. Demak, meni sen yaratdingmi? Sen Xudo bo'lasanmi? Animator kulib yuboradi. Yo'q, men Xudo emasman. Kimligimni o'zim ham bilmayman. Juda charchadim, uxlamoqchiman. Xo'p, men senga xalaqit qilmayman. Men bu yerda bo'laman deb o'ylayman. Bu qanday ishlashini o'zim ham tushunmayman. Ha. Xayrli tun. Animator chiroqni o'chiradi va uxlab qolishga harakat qiladi. Balki bu hammayoq juda ravshan tushdir. Ertalab uyg'onganda tayoq odam yana sahifasida bo'ladi. Lekin ertalab uyg'onganida u stolda tayoq odamni ko'rmaydi va qog'oz ham bo'mbosh. U pastga tushib butun uy bo'ylab qidiradi. Nihoyat tayoq odamni oshxona stolida ko'radi. U sovutgichdagi magnitlarga tikilib turibdi. Animatorni ko'rgach, pufakchada yozuv paydo bo'ladi. Ha, sen qaytding. Savollarim juda ko'p. Men nimaman? Nega bu yerdaman? Nega bu qo'rqinchli ovozlar men bilan gaplashmoqda? Animator hech narsa deya olmaydi. Shokdan tizzalari bukilib polga yotadi.